Sedalish nerv azobidan qutulmoqchimisiz? Unda bu mashq siz uchun. Bu mashqni o'tirgan holatda bajariladi. Ya'ni mana shu tartibda qo'llarimiz orqaga zamok qilgan holatda orqamizni oklugit qilamiz, ya'ni aylana sifat holatga qilamiz. Bu holatda oyoqlar uchi o'zimizga qaragan holatda bo'ladi. Bo'ynimiz orqaga. Ya'ni mana shu harakat oldinga, bo'yin oldinga, oyoq ortga. Oyoq qachon o'zimizga bo'lganda bo'yin orqaga. Mana shu xatti-harakat. Bu xatti-harakat aynan orqa miyadan chiqadigan sedalish nervni harakatini ta'minlab beradi. Nerv qachon harakatchan bo'lsa, mushaklarda bo'ladigan spazm bartaraf bo'lib, sedalish nerv og'rig'idan butunlay qutulasiz. Ushbu mashqni 20 martadan kuniga 3-4 mahal bajaring. Holatga qarab 3-4 oy davom etishi mumkin. Ushbu videoni bel og'rig'i hamda sedalish nerv muammosi bilan azoblanayotgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying hamda operatsiyasiz bu muammolardan qutulish uchun bizga murojaat qiling.